Bunda sözler ortiqdir deb o'ylayman. Ferhat Musharraf o'g'limizning yoqdoshimiz, Orенбурg shigiti bu. Endi bilmagan kishi salom bilan birga ijod qilgan birlar keldi, buni ezgina bo'lish oyoqdan bosamiz endi. Olqishlar kerak. Zo'r rahmat barimizga da. O'tirig'iz endi. Hurmatli tomoshabinlar, rahmat. Tega o'ylamag'iz endi bu shashaksizman deb. Agarda Rifatning Tip yuragim degan jo'q eshitgan bo'lsangiz, uning avtori men edim. Hali hamon o'xshasini to'lagan yo'q. Shuning bilan men konsertlarga tega shashaksiz kelam bo'ladi. Ondan so'ng o'tgan yil mana shunday holga qolg'ach, eng birinchilardan bo'lib Salovat abi bilan Rifat Sholtiratdilarda Rifatning aytamen birat o'pkalama. Rifat ayta, so'ng sening qo'shig'ingga tegdi samol snaryad deydi. Shundan so'ng men yotam, halim yo'q, bu kula. Biratday bir mazakkina suylimali o'zingga deydi. Men aytam, birat, halim yo'q, to'xta endi, tingla, пожалуйста deydi. Shundan tutib mazagim suylarga. Taga dunyoga ilakkanlar deb boshladi. Abi bilan bobay deydi. Shundan so'ng abi aytadi, bobayga qarang endi, o'sha qalakdak mana motor bobay qarab turadi endi. O, bunday ibat ekan. Motor, g'ur qizlarida bor deb abining boshına shol birni bergan. Shundan so'ng abi aytadi, "Ne uchun berding?" degach, "Agarda sening здоровый образ жизни bo'lmagan bo'lsa, biz ko'pdan bundalarga tegishdik." Shundan hurmatli tomoshabinlar, agarda esingizda bo'lgan bo'lsa, bular endi 10-taqtir kelganlar sening konsertga. Tomoshabinlar, aybi. Bultirgi konsertdan mana vallahi deb aytam, bultirgi konsertning shunda Orенбургda bo'lgan konsertning o'xshasin Rifat menga gospitalga jibardi. Bayasi 250 ming bo'ldi. Zo'r rahmat. Mana bu kishilarni bularga teşekkür ederim. Men aytaman buni. Siz bu klubingiz bilmaysiz uni. Men bildim. Rahmat senga.